Tikuvchilikda andoza degan so'zni ko'p eshitamiz, lekin uni oddiy qilib aytsak, kiyimning qog'ozdan yasalgan chizmasi, ya'ni siz tikmoqchi bo'lgan ko'ylak, shim, yubka yoki boshqa libosning har bir bo'lagi avval qog'ozga chiziladi. Mana shu chizilgan bo'laklar andoza deyiladi. Nega andoza kerak? Kiyim sizga aniq o'lchamda turishi uchun, mato buzilmasligi, isrof bo'lmasligi uchun, bir xil model qayta tikish uchun, professional ko'rinish va to'g'ri shaklni ushlab turish uchun. Andoza bo'lmasa, kiyimni ko'zda chamalab tiksa bo'ladi. Bu esa ko'pincha noto'g'ri o'lcham, xunuk shakl va qayta tuzatishga olib keladi. Asosiy andoza tananing aniq o'lchamlariga moslashtirilgan bazaviy model. Bazaviy model bazadan turli o'zgartirishlar qilib, yoqa, etak, yeng, burma, kesim, yangi uslub chiqarish mumkin bo'ladi. Mana shunaqa liboslar chiqarish mumkin bo'ladi. Tayyor andozadan internet yoki kitoblardan tayyor shaklni olib, matoga qo'yib tikish. Andozaning foydasi nima? Tikilgan kiyim tanaga chiroyli o'tiradi, vaqtni tejaydi, xatolari kamayadi, kiyimingiz professional darajada ko'rinadi, iloji boricha kam mato sarflanadi. Andoza bu tikuvchining yo'l xaritasi hisoblanadi. Qanchalik yaxshi chizilsa, kiyim shunchalik chiroyli, aniq, o'lchamli va sifatli bo'ladi. Mana shunaqa liboslarni bemalol chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Agar asos andozadan foydalanmasangiz, bunaqa modellarni chiqarish murakkab va qiyin. Bunaqa modellarni aksariyat holatlarda chiqarish imkon